Assalomu alaykum. Mana bugun biz navbatdagi darsimizni boshladik. Ya'ni bu darsimiz endi avval aytganimizdek poydevor, ya'ni fundament bo'ladi. Fundament bu binoning yoki inshootning asosiy qismlaridan, asosiy konstruksiyalaridan biri hisoblanadi. Siz fundamentni, poydevorni yaxshi himoya qilsangiz, bu butun binoni yoki inshootni yaxshi himoya qilgan hisoblanasiz. Chunki asos binodan tushadigan yuklarni hammasini to'plab fundament o'ziga qabul qilib va gruntga, ya'ni asosga, tuproqqa uzatadi. Shuning uchun fundamentni to'g'ri loyihalash bu juda zarur. Aslida mana bu binomizni oladigan bo'lsak, geologiyasi bo'lishi kerak. Ya'ni bu geologlar borib, bu yerda quduq qazib, skvajina qazib, bu yerdan tuproq namunalarini olib, laboratoriyaga sinab, tekshirib, bizga xulosasini berish kerak. Ko'pincha bu kam qavatli kichkina uylarga qilishmaydi bunaqa. Shuning uchun konstruktorlarning o'zi tajribadan kelib chiqib, fundamentning, poydevorning chuqurligini, poydevor podushkasining enini, balandligini o'zlari tajribadan kelib chiqib, hisob-kitob bilan o'zlari qilishadi. Xo'sh, mana bu binomizga keladigan bo'lsak, fundamentning enini bu hozir podval va 2 qavatli bino bo'lyapti. Plita yotadigan fundamentni sal kattaroq, plita yotmaydigan fundamentni sal kichikroq qilsak bo'ladi. Ortiqcha rasodni oldini olish maqsadida. Shuning uchun plitani mana bunaqasiga yotqizsak, uzunasiga harfli os bo'yicha yotqizsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yerda ham devor bor, bu yerda ham devor bor. Plita devorning ustiga, regelning ustiga, regel esa devorning ustiga minadi. Bir-birining yukini ko'taradi. Bu yerda devor ham yuk ko'taruvchi vazifasini bajaradi. Shuning uchun mana shu tomonga yotqizsak devor bor. Shuning uchun menimcha shu tomon qulay. Agar bunaqasiga yotqizganimizda, mana bu yerda devor bor, lekin mana bu yerda devor yo'q. Plita to'g'ridan-to'g'ri regelning ustiga minadi. Regelning ustiga minganda tagida devor yo'q. Shuning uchun regelga ko'p armatura chiqib ketadi. Uni oldini olish uchun mana bu tomon va mana bu tomonga mindirsak, regelga ko'p armatura chiqmaydi. Mana bu regel prosta o'zini yukini ko'taradi, tamom. Shunga menimcha mana shu tomonlarga plita mindirsak qulay bo'ladi. Xullas, plita minadigan fundamentning enini, ya'ni podushkasini taxminan, endi bu real loyiha emas, taxminan 1.20 qilamiz. Ya'ni o'qdan 60 chiqib turadi. Plita minmaydigan tomonni esa 1 metr qilsak yaxshi bo'ladi. Tomonni tashlaymiz. Plita minmaydiganni 1 metr qilamiz dedik. Xo'sh, endi chiziqlarni to'g'rilab olamiz. Va bizga mana bu devor kerak emas. Bitta podushkaning o'zi yetadi. Va e'tibor berish kerak, birdaniga mana bu spust podvalning ham poydevorini qilib ketsak yaxshi bo'ladi. Birdaniga qo'ysa cho'kish ham bir xil bo'ladi. Shunda ikkalasi ajralib qolmaydi. Va buning qalinligini, buni ham podushkasi bo'ladi. Buni qalinligini 400 qilsak, yo'q, 500 qilamiz.
mana bu joyi kerak emas. Buni zerikali qilsak joyiga tushadi. YouTube kanaldan ko'rayotganlar bo'lsa, sizlar ham xohlasangizlar o'zlaringizda biron uyning rejasi bo'lsa, birdaniga shunga o'xshab qilib ketishsangiz mumkin. Agar bo'lmasa, mana shu planni, mana shu rejani tashlab beraman sizlarga. Agar so'rasangizlar, mana shunda bajarsangizlar ham bo'laveradi. O'rganish maqsadida. Kimga kerak bo'lsa yozsin, tashlab beraman. Bemalol foydalanaverasizlar. Shuni ishlab turaverasizlar. Keyinroq agar bu binoni tezroq tugatsak, ko'p qavatli turar joyga masalan o'tamiz va ko'proq tajribali ham bo'laverasizlar. Uni ham tashlab beraman. Xullas, spusvodovalning devorining podushkasini ham qilib bo'ldik. Endi xo'sh, выпускlarni qo'yib chiqamiz. Выпуск 1 deymiz buni. Xo'sh. Hammasini bir xil qilib yuborsak ham bo'lar ekan. Bunga kopirovat qilamiz. Fundament quyayotgandan oldin armaturalar to'qiladi. Bunga o'sha armaturalar fundamentlar chiqib turishi выпуск deyiladi. O'sha qayerda kolonna bo'lsa, qayerda serdeshnik bo'lsa, o'sha serdeshnik kolonnalarning armaturasi oldindan chiqarilib to'qib ketiladi. Fundament vaqtida beton quygandan keyin o'sha armaturalar chiqib turadi. O'zgina. Ularni ham hozir ko'rsataman. Xo'sh, bu выпуск 1. Endi mana buni ko'ramiz. Serdeshnikni ham выпускni qo'yish kerak. Bu albatta kerak. Mana shunday tursin. Mana shunday turaversin, hech nima bo'lmaydi. Buni выпуск 2 deymiz, serdeshnikni. Va mana bu yerda albatta bu yerda ham serdeshniklar bo'ladi. Shuni shu serdeshniklarni iloji boricha bir xil masofada joylashtira olsak, hammasi bir xil tushadi. Bo'ldi, serdeshniklarni joylashtirib oldik.
Xo'sh, bularni biz 3 deymiz buni. Xo'sh, endi bularni ham belgilab ketamiz. Bu fundament mavzusi ozgina chuqurroq, kattaroq mavzu bo'lganligi uchun bu darsimiz ozgina cho'ziladi. Xo'sh, endi razmerlar berib chiqamiz, o'psiqlarni berib chiqdik. Va listga joylashtiramiz. Aux. Birinchi normalni. Va endi fundamentlarni ajratib olish uchun ularga 40 beramiz. 1 deylik. Mana kattasidan boshlaymiz. Ozgina katta bo'libdi. Mana ozgina kichiklashtirdik. Bu ham 1 bo'ladi, bu ham 1 bo'ladi. Buni 2 deymiz, chunki bu fundamentimiz ozgina boshqacharoq, ya'ni 1.20lik emas, 1 metrlik. Bir-birining ustiga tushib qolmasa kerak. Xo'sh, endi bitta mana bu spustkabelga ham bitta 40 berib qo'yamiz. Buni 3 deymiz. Va bo'ldi. Endi mana bu yerda biz o'zim tayyorlab qo'ygan tayyor qirqimlar, uzellar, o'psiqlar bor, o'shani qo'yib chiqaman. Xo'sh, buni 1 deymiz. Qirqyapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, poydevor to'g'onning eni bu burchakdan bu burchakgacha 1.20. O'qdan 600, o'qdan bu tomonga 600. Mana bu 1.40 ekan. Buni ozgina kichiklashtiramiz. Masshtabi 5 marta kattalashtirilgan ekan bu. Agar bu tomondan 500, bu tomondan 500 kichiklashtirsak, mana 1.20lik fundament
Fundamentning podushkasi tayyor bo'ldi bizga. O'qdan bu tomonga 600, bu tomonga 600. Xo'sh, mana podgotovka betondan podgotovka deyapti. Bu nima? Fundamentni quyishdan oldin tagini tekislab olish kerakda. Ya'ni beton quyishda bizga qulaylik bo'lishi uchun, apolovkalar to'g'ri tekis joylashishi uchun, betonimiz ham tekis chiqishi uchun biz betonning tagini, fundamentning tagini tekislab olamiz. Bu qulaylik, o'zimiz uchun qulaylik yaratadi, ustalar uchun. Shunga B7,5 klassli beton ishlatamiz. Eng kichkina klassli beton ishlatsak ham bo'laveradi. Bu podgotovka uchun. Qalinligi 10 sm bo'ladi. Fundament podushkadan 10 sm betonga 10 sm betonga chiqib tursa bo'ladi. Xo'sh, undan keyin mana podushkaning o'zi ketyapti, ya'ni fundament desak ham bo'ladi. Qalinligi bu yerda 600 bo'lyapti. Bizga 600 ko'plik qiladi. 200 bo'lsa 1 metr tushirsak 400 ham yetadi bizga qalinligi. Mana bu podgotovkaning qalinligi, mana bu fundamentning qalinligi, mana bu polning qalinligi. Stяжка bo'ladi, kafel bo'ladi, o'shalar bilan taxminan 10 sm, ya'ni 100 mm. Mana bu 350 nima? 50 nima? 50 bu fundamentning tag qismidan setkagacha, ya'ni fundamentda albatta tag qismiga setka qo'yish kerak. Bu cho'kishlarni, har xil cho'kishlarni oldini oladi. Setka u asosan rashodga qaradi. Endi asosan 12 lik armatura qo'ysak yetadi. Shagi 12 lik, shagi 200 lik. X tomonga ham, Y tomonga ham 200 shagdan 12 lik setka qo'ysak 12 lik diametrli yetadi. Xo'sh, bu yerda nima deyapti? Боковая обозначение гидроизоляция из горячего битума в 2 слоя. Yon tomonlari gidroizolyatsiya qilinadi. Mana bu shtrixovka, mana bu belgi gidroizolyatsiya belgisi. Suyuq bitumdan 2 sloy, ya'ni 2 qatlam deyapti, 2 qavat deyapti. Bu albatta qilinishi shart, chunki yer ostida baribir grunt suvlari yaqin bo'ladi, yer osti suvlari yaqin bo'ladi. O'shalarning namligi poydevorga yetib kelmasligi uchun albatta gidroizolyatsiya ishlari olib borilishi kerak. Agar olib borilmasa, bu fundamentning cho'kishiga, yorilishiga, namlanishiga, ichki devorlarning namlanishiga olib keladi. Bu esa ko'p noqulayliklarni olib keladi. Shuning uchun albatta gidroizolyatsiya qilish shart. Bu setka fundamentda 50 mm yuqorida turadi. Shunda 350 mm joy qoladi. Общий betonning qalinligi 40 sm bo'lyapti. Xo'sh, atmetkalarni to'g'rilab olamiz. Bizga arxitektor qanday atmetka bergan? Polning qalinligi 3000, polning sathi, podval polning sathi -3 metrda ekan. Xo'sh, fundament necha turibdi? 40 sm turibdi. Bizda ham 40 sm. Xo'sh. Pol qismidan har doim bizda pol qismini aytib o'tganimdek 0 bo'ladi. Arxitekturada pol qismi 0 bo'ladi. Pol qismi 80 mm bo'ladi. Endi stяжка bilan, kafel bilan yoki laminat bilan taxminan shunaqa qalinlik chiqadi. Bu plita mana bu tomoni 220 mm bo'ladi har doim plita. Boshqachalari ham bor. Endi ko'pincha shuni ishlatamiz. Bu regl qalinligi 40 sm. Soqil -90 ekan. Xo'sh, fundamentimizning ustki qismi -3100 ekan, tag qismi esa 3500. Mana shuni kirgizib qo'yamiz. 3100 tag qismi esa -3500. Atmetkalarga e'tibor berish kerak. Mana bu yer 100 mm pastda bo'lgani uchun -3600 bo'ladi. Va menimcha bu bo'ldi. Secheni 1 bo'ldi. Endi secheni 2 ga o'tamiz. Atmetkalar shunday, faqat mana bu poydevorning eni o'zgaradi. 100, 500. Bu tomondan 500, bu tomondan 500 tortsak joyiga tushadi. Mana joyiga tushdi. Endi bu setkasi o'zgarganligi uchun, chunki eni o'zgardi, setka ham o'zgaradi.
Setga 2 deymiz. O'zgargandan keyin nomi ham o'zgaradi. Boshqa o'lchamlar, parametrlar joyda qoladi. Aha. Va mana bu yerda men razerlik 3 ni topib qo'ydim. Bu ham xuddi shunday. Qalinligi, balandligi 400 qilsak yetadi. Bunda ham xuddi shunday gidroizolyasiya qilinadi. Tashqi tomondan qilsa yetadi, chunki ichki tomonda odamlar yuradi. U yerda suv bo'lmaydi, tuproq bo'lmaydi. U yerda shart emas. Faqat bir tomondan tashqi tomondan qilsa yetadi. Xo'sh, atmetkalarni to'g'rilab olamiz. 3100 tag qismi esa 3500 3600. Betonning fundamentining eni esa 50 cm yetadi. Bir xil qilamiz. Va qalinlik berib qo'yamiz. Devorning qalinligi 20 cm bo'ladi. Uch bo'ladi. Va mana bu примечанияni albatta qo'yish kerak. Bu ustalar tushunmagan joyini mana shu yerdan o'qib olib tushunib ketaveradi. Bu примечанияda nimalar qilinishi, nimalar qilinmasligi yozilgan. Masalan, o'qib ko'rishingiz mumkin. Bir necha ma'lumotlar yozilgan. Masalan, mana bu apologkalarni beton 70% mustahkamligini olganda yechib olish mumkin. Va shunga o'xshash videoni to'xtatib ko'rishingiz mumkin. O'qisangiz o'zingizga foydali bo'ladi. Bu ma'lumotlar yozilgan, fundamentga oid ma'lumotlar. Va bu yerda hozir bu listimiz ham bo'ldi. Va to'g'rilab qo'yamiz. Menimcha fundament katta mavzu bo'lganligi uchun birinchi qism ikki qismga bo'lib o'tsak yaxshiroq bo'ladi. Shu yerda birinchi qismini tugatsak ham bo'laveradi. Ikkinchi qismini ham videoning davomida ikkinchi videoda ko'rishingiz mumkin. Uni ham YouTube'ga joylaymiz. Xullas, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Xohlasangiz shu planni siz ham men bilan birgalikda chizib boring. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yoki Telegram kanalimga yozishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.